Bu yigit Xitoy tarixidagi buyuk ushu ustalaridan biri. Bir vaqtlar otasi unga hatto mashg'ulot zaliga kirishga qo'ymagan, ammo kelajakda uni bundanda murakkab sinovlar kutayotgandi. Assalomu alaykum aziz do'stim. Bu Zombi.uz kanali va biz boshladik. Xitoy 1910-yil Shanxayda yirik xalqaro musobaqa bo'lib o'tmoqda. Buyuk Britaniya, Belgiya, Ispaniya va yaponiyalik eng yaxshi jangchilar xitoylik buyuk jangchiga qarshi kurashish uchun kelgan. Turistlar raqibini oson yengib, madaniy hordiq olib qaytamiz deb o'ylashgan edi. Lekin bunday bo'lmadi. Temur ilk raqibini hali tomoshabinlar popkornini ochib ulgurmasdanoq nokautga uchratadi. Bokschi ham hali qo'lqopini to'g'ri kiyib ulgurmaganidan shikoyat qildi. Ikkinchi raqib esa tezda tomog'iga qilich tiralgan holda qoladi. Keyin esa yengilmas yapon jangchisi Botir bilan jang qilish vaqti keldi. Shu muhim lahzada Temurning ko'z oldidan butun hayoti o'tadi. Biz u bilan birga 30 yil avvalgi Xitoyning Tenzin shahriga qaytamiz. Yosh Temur ushu ustasining mashqlarini zavq bilan va yashirincha kuzatadi. Keyinroq shu odam boshqarayotgan mashg'ulotlardan biriga kirib qoladi. Usta uni urushib beradi, chunki jang san'ati zaliga bolalarning kirishi man etilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu uning otasi ekan va u negadir o'g'lini shu bilan shug'ullanishini istamaydi. Xafa bo'lgan Temur tabiat qo'ynida mashq qilishga ketadi. Uning yonida esa yana bir bolacha kalligrafiya ustida ishlaydi. Bu qahramonimizning eng yaqin do'sti Akmal bo'lib, u doim do'stining o'rniga uy vazifalarini bajaradi. Yigitcha kelajakdagi raqiblarni urush janjal bilan emas, chiroyli yozuv bilan yengmoqchi va har ehtimolga qarshi Temur bilan ham aloqalarni yaxshi ushlardi. Bolalar shahar markazidagi musobaqaga borishadi. Maydonning bir tomonida Temurning otasi va ikkinchi tomonida Oltin O'rda sulolasining jangchisi turardi. Temurning yonida esa otasiga raqib bo'lgan erkakning o'g'li To'xtamish turardi. U bolaga dag'al gapiradi va bugun Temurning dadasini mag'lubiyat kutayotganini aytadi. Afsuski, uning gapi to'g'ri chiqadi. Usta oxirgi lahzada raqibni o'ldiruvchi zarbadan voz kechib, o'z g'alabasini qurbon qiladi. Jangdan so'ng Akmal do'stini yig'lab o'tirgan holda topadi. Buni Oltin O'rda sulolasi jangchisining o'g'li ham ko'radi. U Temurni haqorat qilib jangga undaydi. Otasining va butun sulolasining sha'nini himoya qilishga qaror qilgan Temur chaqiriqni qabul qiladi, ammo og'ir mag'lubiyatga uchraydi. Uyga qaytgach, otasi uni chaqiradi. U qat'iy ohangda bolani tiz cho'kishini buyuradi va kaltaklamoqchi bo'ladi. Ammo onasi aralashib, o'g'li allaqachon yetarlicha jazolanganini aytib, rahm-shafqat so'raydi. Keyinchalik Temur otasining nega unga shuni o'rgatmasligini so'raydi. Onasi unda asma borligini va mashg'ulotlar sog'lig'i uchun og'ir yuk bo'lishi mumkinligini aytadi. Bolakay bu fikrga qo'shilmaydi. U jang san'ati o'zini kuchliroq qilishini o'ylaydi. U Oltin O'rda sulolasini yengishni orzu qiladi. Ona esa ushuda eng muhim narsa g'alaba emas, intizom ekanini va bu san'atdan qasos uchun foydalanib bo'lmasligini aytadi. Yillar o'tadi. Temur qizli bo'ladi. Ayoli olamdan o'tadi, otasini yo'qotadi va eng muhimi, u mohir ushu jangchisiga aylanadi. Onasi hanuz tirik. Ayol unga faqat g'alabaga intilish yaxshi emasligini va haqiqiy dushman tashqarida emas, odamning o'zini qalbida bo'lishini tushuntiradi. Ammo Temur sulolasining yuksalishi marhum otasining undan kutgan yagona narsa ekaniga ishonadi. Temur navbatdagi jangga chiqadi. Jangdan oldin u raqibi bolaligida unga birinchi va yagona mag'lubiyat keltirgan o'sha Oltin O'rda sulolasi bezorisi To'xtamish ekanini ko'radi. Bezori xuddi bolaligida bo'lganidek yana unga saboq berib qo'ymoqchi. Jang boshlanadi. Temur yog'och ustunlari bo'ylab ustalik bilan yuguradi. U bir necha bor yiqilishiga oz qoladi, ammo tez tiklanib oladi va raqibini masxara qiladi. Oradan ko'p yillar o'tgan va Temur endi raqibidan ancha kuchliroq edi. Temur uyiga qahramon sifatida qaytadi. Endi uning ham mahallasini asfalt qilishadi. Va endi qishloqdagi odamlar u bilan shaxmatni ham ehtiyot bo'lib o'ynaydi. Uni hamma tabriklaydi. Sadoqatli do'sti Akmal o'z restoranida uning sharafiga ziyofat uyushtiradi. Tushlik paytida ikki yigit kelib, tiz cho'kib uni shogirdlikka qabul qilishni so'raydi. G'olib mamnuniyat bilan rozi bo'ladi va yangi shogirdlarga birga ichishni taklif qiladi. Hamma tarqalganidan keyin ikki do'st finjonlarda nimadir ichishadi. Temur do'stidan buni nima ekanini so'raydi. Akmal esa bu kofe ekanini va Xitoyga g'arbdan kelishini aytadi. Akmalning aytishicha, ularning vatani ancha kuchsizlashgan va g'arb borgan sari Xitoyning ishlariga burun suqayapti.
Temur esa do'stiga, "Meni siyosat qiziqtirmaydi" deb aytadi. "Men Tianjin chempioni bo'lishni istayman" deydi u. Keyin Temur orzusiga erishish uchun bor kuchini sarflaydi. U birin-ketin raqiblarini yengadi va hatto ba'zi janglarida bu uchun u faqat bitta qo'lini ishlatishi ham yetarli bo'ladi. Yana bir kuni u yolg'iz o'zi 10 dan ortiq raqibni yer tishlatganida, unga shogird bo'lishni istaganlar daryo kabi oqib kela boshlaydi. Temur yana hammani shogirdlikka qabul qiladi va odatiga ko'ra birga ichishni taklif qiladi. Bir sirli yigit uni chetdan diqqat bilan kuzatadi. So'ng Temurning oldiga kelib, unga hali usta Bektemir bilan jang qilmaganini aytib, g'ashiga tegadi. Ertasi kuni Temurning ostonasida shogirdlari paydo bo'ladi. Ulardan biri zambilga yotqizilgan va aytishlaricha, yigitga jarohatni aynan usta Bektemir yetkazgan edi. G'azabdan o'zini yo'qotgan Temur do'stining restoraniga yo'l oladi. U yerda janob Bektemir tug'ilgan kunini nishonlayotgan edi. Temur sovg'a olmaganiga biroz xijolat bo'ladi. Bayram egasi chiqib, hali to'rttagi shamni puflamaganini va hozir jang qilish kayfiyatida emasligini aytadi. Ammo Temur uni majbur qiladi. U Bektemirdan yo jang qilishni, yo tiz cho'kib kechirim so'rashni talab qiladi. So'nggi daqiqada suhbatga Akmal aralashadi. U do'stini bunday ahmoqgarchilikdan qaytarishga urinadi va odamlarning bayramini buzmaslikni so'raydi. Bunga javoban Temur jang davomida restoranga yetkaziladigan barcha zarar uchun to'lashga va'da beradi. Bu gaplar Akmalning yurak-yuragiga hanjardek sanchiladi. U o'zining eng yaqin do'sti uni manfaatparast deb o'ylayotganidan juda xafa bo'ladi. Do'stlar qattiq janjallashib qolishadi. Temur restorandagi barcha mehmonlarni quvib yuboradi va qasos jangini boshlaydi. Har ikkala raqib ham jarohat oladi, ammo jangni to'xtatmaydi. Bektemir uning qurolining yarmini kesib tashlaganida ham Temur taslim bo'lmaydi. Keyinchalik u butun qilichini yo'qotadi, ammo ustasiga farqi yo'q edi. U raqibining suyaklarini sindiradi. Temur allaqachon hushini yo'qotgan Bektemirni tinmay urushda davom etadi. O'zini to'xtata olmaydi. Zo'rg'a tirik qolgan usta Bektemirni shogirdlari olib ketishadi. Ertalab Temur ichkilik bozlikdan so'ng uyiga qaytadi va Akmal bilan uchrashadi. Sobiq do'sti achinish bilan Temurni tabriklaydi, chunki uning orzusi ushaldi. Shuningdek, usta Bektemir bir necha soat oldin vafot etdi. Ammo bu hali holvasi edi. Kimdir Temurning yolg'iz qizini ham o'ldirib ketgan edi. G'azabdan o'zini yo'qotgan erkak usta Bektemirning uyiga boradi va marhumning asrandu o'g'li bilan to'qnashadi. Yigit Temurning qizini o'ldirganini tan oladi. Yigit g'azabdan telba bo'lgan raqib unga tashlanishidan oldin o'zini o'ldirishga ulguradi. Temur Bektemirning jasadi yonida uning rafiqasi va bolasini ko'radi va bir necha soniya ikkilanadi, ammo ularni tirik qoldiradi. Keyinroq boyagi kaltak yegan shogirdi Temurdan yolvorib uzr so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, shogirdining o'zi usta Bektemirning ayolini haqorat qilgan va u adolatli kaltaklangan edi. O'zini yaqin deb bilgan barcha odamlardan ko'ngli qolgan Temur qayerga borishini bilmay, shunchaki shahardan chiqib boshi oqqan tomonga yurib ketadi. Bir necha oy sayohat qiladi. So'ng daryoda cho'kib ketishiga oz qoladi. Uni yaqin qishloqda yashovchi bir kampir va uning ko'r nabirasi Hilola qutqaradi. Ular erkakka ombordan boshpana berishadi va hech qanday savol bermay unga g'amxo'rlik qilishadi. Vaqt o'tib Temur dehqonlar jamoasining to'laqonli a'zosiga aylanadi. U gurunch ekishni va mahalliy an'analarni hurmat qilishni o'rganadi. Hilola va buvisiga uy ishlarida yordam beradi. Qishloqda yashagan dastlabki oylarda odamlar unga qanday g'amxo'rlik qilgan bo'lsa, u ham shunday qiladi. Bo'sh vaqtida tabiat qo'ynida ushu bilan shug'ullanadi va shunday qilib oradan bir necha yil o'tadi. Bir kuni Temur o'tgan umri haqida o'ylab qoladi va Hilolaga qisqa muddatga shaharga borib kelishini aytadi. U faqat oilasi xotirasiga hurmat bajo keltiradi va darhol qaytadi. Va nihoyat 1907-yil u markaz bo'ylab yurar ekan, o'z shaharni tanimaydi. Shaharni chet elliklar egallab olgan, mahalliy aholi tilanchilik qilmoqda. G'arb bosqinchilari esa o'z dinlarini targ'ib qilmoqda edi. Ota-onasining qabri ustida turar ekan, u ular nima demoqchi bo'lganini endigina tushunib yetganini aytadi. Onasiga boshqa hech qachon ko'nglini cho'ktirmaslikka va'da beradi. Qizidan esa yomon ota bo'lgani uchun kechirim so'raydi. Temur vatandoshlariga milliy g'ururini qaytarishga yordam berishga qaror qiladi. Yangi gazetani ko'rib, bunga yanada ishonch hosil qiladi.
Unda amerikalik bahaybat jangchi O'Brayan barcha xitoylik raqiblarini yengani va ularni osiyolik nogironlar deb atagani yozilgan edi. Zo'ravon o'zini Xitoyda tengsizman deb o'ylaydi. Ammo u hali Temur mavjudligini bilmas edi. Temur Akmaldan Shanxayga borish uchun pul so'raydi. Sobiq do'sti rad etadi. U buning qanday tugashini biladi. Temur bahslashmaydi. U Bektemirni uyiga borib, uning rafiqasidan kechirim so'raydi va yengilgan raqibi xotirasiga hurmat bajo keltirish uchun ruxsat so'raydi. Kechga borib Akmaldan pul keladi. Temur Shanxayga mashhur amerikalik bilan jang qilish uchun yo'l oladi. Raqibi 2 barobar kattaligiga qaramay, jang muvaffaqiyatli o'tadi. Temur chaqqonligi va mahorati bilan g'alaba qozonadi. Besonaqay raqib boshi bilan nayzalarni o'pishiga sal qoladi. Temur uni o'limdan qutqarib qoladi va tirik qolganiga shukr qilgan Dev mag'lubiyatini tan oladi. Temurning g'alabasi haqida xabar butun dunyoga tarqaladi. U shogirdlarni birlashishga chaqiradi va sport federatsiyasini tashkil etadi. Akmal Temurning oldiga kelib, uning g'alabasidan va o'zgarishlardan hayratlanadi. Temur birinchi marta sharobdan voz kechadi. Ular birgalikda yangi ish boshlaydilar. Ammo chet elliklar bundan norozi bo'ladi, chunki ular Xitoy xalqining g'ururini asta-sekin ezib tashlayotgan va shu orqali Xitoyda tub qo'yib palak o'tayotgan edi. Bu yigit esa kelib, hamma rejalarni chippakka chiqaryapti. Savdo palatasi vakillari turli mamlakatlardan 4 nafar eng kuchli jangchini tanlab, ularni xitoylik usta bilan to'qnash keltirishga qaror qilishadi. Va shu joyda hikoya boshidagi vaziyatga qaytamiz. Yaponiyalik jang ustasi Botir bilan jang boshlanadi. Birinchi raund durang bilan tugaydi. Hal qiluvchi raund qo'l jangi. Jang boshlanadi, lekin ko'p davom etmaydi. Temur hammasini tushunadi. U ichadigan choyni zaharlashdi, lekin u shifoxonaga borishdan bosh tortadi. Shogirdlari qasos olish uchun uning o'rniga jangni davom ettirishni so'raydi, ammo u rozi bo'lmaydi. U tatamiga chiqadi. Yaponiyalik raqibi nima bo'layotganini tushunib, istamaygina tatamiga chiqadi. Lekin Temurga agar u jang qilishda davom etsa, ayab o'tirmasligini aytadi. Shalqatsiz jang boshlanadi. Temur holdan to'yib, oyoqlari chalkasha boshlaganida ham jang qilishda davom etadi va yengilishiga oz qoladi. Lekin yakunda Temur o'ldiruvchi zarba berishga ulguradi. Ammo mushtlarini raqibining ko'ksiga 1 santimetr qolganida to'xtatadi va yerga qulaydi. U xuddi shu zarba bilan usta Bektemirni o'ldirgan edi, lekin bu safar raqibini o'ldirishga botina olmadi. Chunki hayot uni nihoyat eng qiyin san'atga o'rgatgandi, g'azabni yengish san'atiga. Yapon jangchisi raqibi uni o'ldirishi mumkin bo'lganini, ammo bunday qilmaganini tushunadi. Va shuning uchun ham hakam uni g'olib deb e'lon qilmoqchi bo'lgan bir vaqtda uning o'zi Temurning qo'lini yuqoriga ko'taradi. Temur tatamida shogirdlari qurshovida vafot etadi. Endi uning ruhi yulduzlar ostida mashq qilayotgan edi va uning oldida qishloqlik go'zal qiz Hilola turardi. Albatta, kino mualliflari tarixiy faktning bir nechta joylarini tomoshabinga qiziqarliroq bo'lishi uchun o'zgartirishgan. Lekin Xitoy tarixida rostdan ham Ho Yuanze ismli buyuk jang san'ati ustasi o'tgan. U ham xuddi Ip Man singari Xitoy xalqining g'ururini ko'tarish uchun jonini ayamagan shaxslardan biri bo'lgan. Tarixda rostdan ham kinodagi bahaybat bokschi O'Brayan Xitoyga jang qilgani keladi. Lekin u bilan jang qilish uchun Ho Yuanze istak bildirganida, taniqli bokschi obro'si to'kilishidan qo'rqib, zudlik bilan Xitoydan chiqib ketadi. Afsonaviy jangchi 42 yoshida vafot etgan. Uning vafoti ham jang maydonida emas, uyda sodir bo'ladi. 1989-yili Ho Yuanze va uning ayolini qabrlarini boshqa joyga ko'chirilgan. O'sha paytdagi ekspertizalarga ko'ra, uning mushyak deb ataladigan kuchli zahar ta'sirida vafot etgani haqidagi fakt tasdiqlanadi. Lekin bu bilan uni kimdir zaharlagan deb aniq aytish qiyin. Chunki Xitoy tabobatida bu zaharli moddadan taxminan 2400 yildan beri dori sifatida ham foydalaniladi. Bugunga shular edi. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr do'stlar. Omon bo'ling.